Kelganlar yo'qmi? Xo'p, Almardon mana sektor rahbarlari Bobur shu yerda, Abdumalik shu yerda. Almardonga hozir so'z navbatini beramiz. Qonun qoidalarida yana bir bor tushuntirib o'tib ketadi. Polvonlarga gapimiz shu. Hurmatli uloq ko'pkari ishqibozlari, polvonlar, otvozlar, barchalar endi mana bugun biz Namangan viloyati Pop tumani Xonobod mafai maydoniga barchalaringga xush kelibsiz deymiz. Aziz do'stlar, bugungi uloq ko'pkarimiz mana shu maydonimizda ochilish marosimi Abdumalik ukamiz mana shu maydonga sektor rahbari qilib saylangan. Qanaqangi mana shu maydonda uloq ko'pkarilar o'tadigan bo'lsa, Abdumalikka uchraladi, Boburga uchraladi, tegishli tashkilotlarga borib uchralib, ruxsati sekin-astalik bilan olib boriladi. Elmurodjon, Umidjon, Xurshid beklarning xatna to'ylari bilan bugungi uloq ko'pkarimiz tashkillashtirgan. Xudo xolasa, yangi O'zbekistonimizning farzandlari el suygan farzandlar bo'lsin, qori yigitlar bo'lsin. Xudo xolasa, elimizni, yurtimizni koriga yaraydigan farzandlar bo'lsin. To'y qilganlar niyatlariga yetsin, xonadonlarida mana shunaqangi xursandchilik kunlar hamisha davom etsin. Viloyatdan kelgan Almardon do'stimizga beramiz. Almardon Bozorov o'zini dilistaylarini bildirib, qonun qoidalarini yana bir bor tushuntirib o'tadi. Xo'p, sektor rahbari Almardon kelgunga qadar Abdumalik ukamizga beramiz. Mana shu maydonda ancha ishlar bo'lgan, ikki og'iz rahmatnomalarni yetkazib qo'yadi. Assalomu alaykum Xonobod ahli, mehmonlar, hammalarga xush kelibsizlar. Hamma Xonobod ahliga shu maydonimiz qulluq bo'lsin. Tabriklayman. Har bitta Xonobod o'g'lonini yaxshi kunlarida, yaxshi to'ylarida mashta o'tkazish nasib qilsin hammamizga. Shu yerda xizmat qilgan gapjo'ralarga ham alohida rahmat. Shuncha kun harakat qilgan. Rahmat hoji aka. Abdumalik, sizga ham katta rahmat. El bilan ishlaysiz, ko'karasiz. Elni duosini olasiz, ko'karasiz. Almardonga o'xshagan mana elni duosini olib yuradigan farzand bo'ling. Xonadoningizda xursandchilik kunlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va muxlislar va polvonlar. Hammalaring mana to'yga xush kelibsizlar. Mana Erkinjon og'amiz rahmatli, joylari jannatdan bo'lsin. Biz qadrdonimizga to'ylar qulluq bo'lsin. Qo'yvoshilarga avvalambor. Endi yigitlar, mana bu yangi maydon ochildi. Xudo xolasa kecha dengiz borda ham gapirib o'tdim. Har bitta tumanda maydonlar ochilishini xohlaymiz hammamiz. Shu yerda ham bir chiroyli o'yinlar ko'rsatib, xalqni maza qildirib, bir-birlaringga so'kinishmay, qarab, chiroyli qilib bir-birlaringga qarab, bu solim bilan bir odam bo'y bo'lmaydi. Faqat ortalashinglar bo'ldi, boshqa gap so'z yo'q. Hamma o'zi yaxshi tushunadi. Shuning uchun shu to'yni chiroyli qilib o'tkazdirishlikda hammalaring mana biz tepasida shu yerda qarab turamiz, ta'minlaymiz qo'limizdan kelganicha. Bir-birlaringga so'kinmay, chiroyli qilib to'ylarni yakunlab borishlikni xohlaymiz. Musobaqalarimiz o'tkazib boraman aytdik. Uloqda 27-28, 30-kunlarga Sirdaryo viloyatida O'zbekiston chempionati bo'ladi. Va xolosa shunga harakat qilishimiz kerak, yigitlar, tayyorgarliklarni ko'rish kerak har bitta maydonda. Endi mana yangi maydon ochilibdi. Keyingi safar xudo xolasa mana toshlarni terdirib, yana qo'ldan kelganicha chiroyli qilib harakat qilamiz. Hammalaringga omad, to'ylar yaxshi o'taversin, to'ylar qulluq bo'lsin. Almardon, salomat bo'ling, katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ikromjon qoraga keling bir chiroyli qilib bitta duo qilib bering. Dinda isbet qilmadik, xudo xolasa keyingi safar xizmat qilamiz.
Hoji buvamiz yo'qmidi? Turbinadami? Ikromjon qora aka, keling aka. Qora aka, keling. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi, boshlaymiz. Endi baribir duo kerak-da. Qisqagina bir duo qilaylik, boshlaymiz. Qora aka yo'q, endi baribir Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barcha mehmonlar, hammalarga qadamlarga Allohning fayzi bo'lsin. Mana bu to'y qilib turgan akamizni umrlarini Alloh uzun qilsin. To'y bolalarga ham umrlari uzoq bo'lsin. Ko'p yillar to'ylarga ulanib, doim xursandchilikda birga yuraveraylik. Alloh akbar. Qora aka, rahmat, salomat bo'ling. To'xtab turinglar. Yigitlar, keyin ana to'palan qilib bir-birlaringga so'kinishmanglar-da. Mana yana qaytarib aytyapman, yana qaytarib olib. Qizil sariq kartochkalarimiz обязательно ishlaydi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shunga e'tiborga olinglar-da. Mana rivojning shu yerda kelgan Doniyor bor mana bu yerda. Hamma kontrolda bo'ladi, xudo xolasa. Mana Boburjon o'zini tumanidagi federatsiya rahbari. Shu boshqa gap yo'q. Rivojidan keling. Qani rivojidan. Qaranglar, rivojidan bosh Duanbegimiz, Egamberdi akamiz, Baxtiyorjon akalarimiz bayroqda turadi. Hammaga tushunarli. Rivojidan. Yuqori marraga takani tashlab berasiz. Ko'pkarimiz boshlanadi. Ko'pkarimizning birinchi marra solimlari. Bargilan bilan borasiz. Bir qo'chqor bilan qaytasiz. Qani polvonlar harakatingizni qilarasiz. Tojikistondan kelgan mehmonlarimiz Hoji buvamizni do'stlari nomidan solim kelgan, 400 ming so'm solim kelgan. Almardon dengiz silporlari maydon egalaridan solim keldi. Omadlarini bersin. Hali polvonlar harakat qilamiz. Ko'pkarimizning birinchi marra solimlari bugun Namangan viloyati Pop tumani Xonobod qishlog'i Uloq ko'pkarisi boshlandi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Erkinjon Hoji buvamizning farzandlari To'lqinjon akamiz, Sherali akamiz, Bahodirjon akamiz, Horsanali do'stimiz Raftorbek do'stlarimizning ko'pkarisi, nabiralari Elmurodjon, Umidjon, Xurshid beylarning Uloq ko'pkarisi boshlandi. Harakatingizni qilaverasiz.
Tojikistonlik mehmonlarimiz Erkinjon Hojibovimizni do'stlaridan kelgan solim. Bir Qo'chqor 400 ming so'm. Qo'qon Uchko'pirlik Zig'ir Tursunali palvon pastki marramizga bir gilamga tashlagan palvonimiz omadlarini bersin. Qo'qon Uchko'pirlik Muxtorjon akamizning chaqmoq nomlodi bilan omadlarini bersin palvonlarimiz. Uchko'pirlik Zig'ir Tursunali palvon omadlarini bersin palvonlarimiz. Chaqmoq nomlodi bilan Muxtorjon akamizning chaqmoq nomlodi bilan Ko'pkarimizning birinchi marra pastiga tashlagan polvonlarimiz omadlarini bersin polvonlarimiz. Qani polvonlar bir Qo'chqor 400 ming so'm. Chopmay polvon. Istiqlol o'yin klubini ham omadlarini bersin. Xudo xolasa chiroyli marralarni kutib qolamiz. Istiqlol fan klubi. Chopmay polvon. Chopmay polvon. Qo'chqor 400 ming so'm. Qani Nodir polvon mahkam bo'lasiz. Qani oxiriga qadar mahkam bo'ling. Qani bir Qo'chqor 400 ming so'm. Qani keldi qora, chiqmang, tashqariga chiqmaysiz. Tashqariga chiqmaysiz. Tashqariga chiqsangiz bekor bo'lib qoladi. Tashqariga chiqmaysiz. Taka yerdami? Ichkariga choping. Otasiga rahmat polvonni takani tashlab ketdi. Tashqariga chiqmaysiz. Barrangiz bekor bo'ladi. Choping endi polvon. Qani harakat qilasiz. Harakat qiling polvon. Bir Qo'chqor 400 ming so'm Tojikistonlik mehmonlarimiz nomidan qani harakatingizni qilaverasiz. Erkinjon Hojibovimizni do'stlari nomidan solim qo'yilgan. Harakat qiling polvonlar. Takani ko'targan polvon marraga qarab yurasiz. Tashqariga chiqsangiz marrangiz bekor bo'ladi. Nodir polvon ancha mehnat qildi. Omadlarini bersin. Antera bilan. O'tir polvon. Qani o'zing mehnat qilgansan Nodir polvon. Qani polvonlar harakat qilamiz. Qani polvon mahkam bo'ling. Qani polvon mahkam bo'lasiz. Qani polvon oxiriga qadar mahkam bo'ling, bayroqdor intira olasiz. Qani aka-ukalar. Polvonlar polvon. Marradan chiqib ketdingiz. Qaytadan harakat qiling ilojim polvon. Qani polvon mahkam bo'lasiz. Qani ilojim polvon oxiriga qadar mahkam bo'ling.
aka yerda uzoqroq aylantirasiz polvonlar. Faqat Lochil polvon, Nodir polvonlar mehnat qildi. Bularga to'g'riga ruxsat. Bo'ling bayroqlar intira olasiz. Harakat qiling polvon oxiriga dor. Qani bo'g'oldi polvonlari. Ko'pkarimizning ikkinchi marra solimlari. Bir gilam bilan borasiz, bir sarka bilan qaytasiz. Qani polvonlar harakatingizni qilarasiz. Namangan yangi qo'rg'on Mo'g'oldi polvonlari, Zoirbek polvon, omadlarini bersin polvonlarimiz. Namangan Nanay Murodjon do'stimizning Gagarin nomli oti bilan bir qo'chqor 400 ming so'm Tojikistonlik mehmonlarimizni solimiga tashladi. Namangan Nanay Murodjon tadbirkorning Gagarin nomli oti bilan Mo'g'oldi polvonlari, Zoirbek polvon marralari qo'llab-qo'ysa omadlarini bersin. Ko'pkarimizning birinchi solimiga yuqori marramizga tashlagan polvonimiz. Pastki marramizga Qo'qon Zig'ir, Ko'prik, Tursunali polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Zig'irdan Muxtorjon akamizni Chaqmoq nomli oti bilan tashlagan. Ko'pkarimizning ikkinchi marra solimlari. Bir gilam bilan borasiz, bir sarka bilan qaytasiz. Qani polvonlar harakat qilamiz. Ko'pkarimizning ikkinchi marra solimlariga chapilyapti. Eski marramizga taga ko'tarildi. Qani polvon mahkam bo'ling. Bir gilam solim olasiz. Harakat qiling polvon. Namangan Chus Arriq bo'yi Muhammad polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Muhammad polvon Arriq bo'yini polvoni marralari qo'llab bo'lsin, bir gilam solimga tashlab kelyapti. Namangan Pop Bobirjon Bankardi Toppancha nomli oti bilan bir katta gilamga tashlagan polvonimiz Muhammad polvon omadlarini bersin. Sektor rahbari Bobir Shoh do'stimizning Toppancha nomli oti bilan omadlarini bersin. Muhammad polvon ikkinchi marramiz pastiga tashladi. Bobirjon do'stimizga Muhammad polvonga marralari qo'llab bo'lsin, omadlarini bersin. Bugun yurtimizga quvonchli kun ulashib, chempionat uloq ko'pkari belgilagan ukamiz, Ursunali do'stimiz omadlarini bersin. Farzandlari o'rni bo'lsin, el suygan farzandlar bo'lsin. Aziz do'stlar, Bobirbek ukamizning otlari Farg'ona So'x mashhur otvozimiz Vohidjon akamizdan padarka bo'lib o'tgan yangi otlari omadlarini bersin. Toppancha nomli otlari Bobir Shohning.
Qani yuqori marramizga sarkaga chopilyapti. Qani polvon mahkam bo'lasiz. Qani dengiz bilan lochin polvon oxiriga mahkam bo'lang. Somonni ochib qo'yamiz. Somonni oching polvon. Somonni ochib qo'ying. Qani yuqori mahkam bo'lasiz. Qani halollay polvon. Halollaysiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Ko'pkarimizning 3-marra solimlari. Bir sarka bilan borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. Harakat qiling polvon. Nur Muhammad akamizdan G'urumsaroydan solim kirdi. Bir plet 100 ming so'm. 10-marramizda solimlariga qo'shib o'rarkanmiz, ha? Yuqori marramizga lochin polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Abdurashid Hojibovimizning dengiz nomloti bilan yigitlarimiz 2-marra, 3-marrada ham yuqoriga chiroyli harakat qildi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Bir sarka solib berasiz. Begavot Diyor polvon ham omadlarini bersin. Diyor polvon ham omadlarini bersin. Lochin polvon bilan albatta birgalikda ishlayapti. Yuqori marramizga Almardon polvonni farzandlari Lochin polvon Abdurashid Hojibovimizning dengiz nomloti bilan bir sarkaga tashladi. Marralari qo'llab olsin, omadlarini bersin. Polvonlarimizni bilaklariga Alloh kuch-quvvat bersin. Aka-ukalar omon bo'lsinlar. Qani yakka bora Zafarjon polvon harakat qilamiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Hamdon polvon Pop G'urumsaroy mashhur Boku polvon nabirasi Hamdon polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Oqtov oqsoqoli Abdulla Hojibovimizning Elba nomloti bilan tashladi. Marralari qo'llab olsin. Omadlarini bersin. To'xtang, solimni almashtirib qo'ydi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Bir sarkaga tashlagan polvonimiz. Abdulla Hojibovimizning Elba nomloti bilan tashladi. Marralari qo'llab olsin. Rasuljon do'stimizga ham qo'llab olsin. Alisherxon polvon mahkam bo'lasiz. Marg'onadan G'ara Elmurod polvonni farzandlari mahkam bo'ling. Alisherxon polvon oxiriga mahkam bo'ling. Agar yerda marraga yetmadi Sherxon polvondan qaytadan harakat qilamiz. Ko'karimizning 3-marra solimlari yuqori marramizga gilamga chopilyapti, polvonlar harakat qilamiz. Qani polvon mahkam bo'lasiz. Qani bayroqdor intira olasiz. Qani Karim polvon mahkam bo'lang. Qani oxiriga mahkam bo'lasiz. Halollaysiz polvon. Marradan chiqib ketmang polvon, marradan chiqib ketmaysiz. Qani harakat qiling polvon, mahkam bo'lang. Ayiq ot egalari N1 Lava Center Ahmad Toba farzandlari Bobur Shoh solimni ustiga 300 ming so'm solim qo'yib omadlarini bersin. 1 gilam 300 ming so'm solim bo'ldi. Harakat qiling polvon.
ayiq ot egalari Bobur Shoh yirtqichdan 300 ming so'm solim ustiga. Qani polvon mahkam bo'ling. 1 kilo 300 ming so'm. Solim ustiga Bobur Shoh 300 ming so'm solim qo'ydi. Qani harakat qiling, qani polvon mahkam bo'ling. Bayroqdor inter olasiz. Bayrog'imiz marrani o'rtasida turibdi. Bayroqdor inter oling. Harakat qiling polvon, qani halollaysiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Taka marrada. Ko'pkarimizning 4-marra solimlari. Bir gilam bilan borasiz, bir sarka bilan qaytasiz. Medemet Farri Nosirxon Hojidan pastki marramizga solim ustiga 300 ming so'm solim qo'yilyapti. Asl choyxona Muhammadjon Hoji akamizning apelsin nomloti bilan Qurronbek polvon omadlarini bersin. 1 kilo 300 ming so'm solimga tashladi. Marralari qulluq bo'lsin, omadlarini bersin polvonlarimiz. Qurronbek polvon. Oybek doktor mikrofon yoniga keling, Ozodbek so'rayapti. Ozodbek elektrik so'rayapti. Bog'dod Oybek doktor mikrofon yoniga keling. Aziz do'stlar, yuqori marrami Namangan To'raqo'rg'on chempion polvonlarimiz Qurronbek polvon. Ilohim mana shu farzandimiz el suygan farzandlar bo'lsin. Elimizda koriga yaraydigan farzandlar bo'lsin. Dinini hurmat qiladigan, yurtini, elini hurmat qiladigan farzandlardan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Malades polvon, keng salomatlik beraylik. Yashasın. Ehsonlaringni Alloh qabul qilsin. Qani polvonlar harakat qilamiz. Ko'pkarimizning 4-marra solimlari 1 kilo 300 ming so'm. Medemet Farri Nosirbek Hojining solimlari 300 ming so'm ustiga qo'yilgan. Bir sarka yuqori marramizga chopasiz. Qani harakat qiling polvon, oxiriga bir mahkam bo'lay. Qani polvon mahkam bo'lay. Omadlarini bersin Yodgorjon polvon. Ko'pkarimizning 5-marra solimlari. Bir sarka bilan borasiz, bir toy bilan qaytasiz chop polvon. Daston polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Daston polvon marralari qo'llab bo'lsin. Muxtorjon aka gilamchining bo'y qashqa nomloti bilan yangi ot bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Daston polvon 1 gilam solimni beramiz bularga. Muxtorjon akamizning farzandlari marralari qo'llab bo'lsin. Muxtorjon akamizning nomidan solimimiz qayta qo'yilyapti. Omadlarini bersin gilamchi akalarimiz.
Yodigarjon polvon yuqori marramizga bir sarka solim berasiz. Aziz do'stlar, marhum Marif polvon farzandlari otalarini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yangi Qo'rg'on Arabboy akamizni bek nomli oti bilan Yodigarjon polvon Uchko'pirlik tojik qishloq omadlarini bersin. Arabboy akamizning bek nomli oti bilan tashladi. Bir sarka solim berasiz. Marralari qulluq bo'lsin, omadlarini bersin. Ko'pkarimizning 5-marra solimlari. Bir gilam bilan borasiz, bir to'y bilan qaytasiz. Taka yuqoriga kelgandan keyin takani almashtirib olamiz. To'y bilan kelgan taka joyida qoladi yigitlar. Barlarga pastga marraga chopasiz. To'y yuqori marramiz. Ko'pkarimizning 5-marra solimlari. Madaniyat Asadbek polvon, Chus, Chodak, Otabek akamizning Akkola nomli oti bilan bir sarkaga tashlagan polvonimiz. Asadbek polvon, Popti polvoni, Chodoyda oti, Akkola, Otabek. Qani to'y! Qani polvon mahkam bo'ling to'y! Taka marrada. Chopma, taka joyida qoldi. Taka joyida qoldi, chopmang. Chopma, taka joyida qoldi. Takani do'mbeylarimiz egalik qiladi takaga. Ko'pkarimizning 5-marra solimlari. Qo'qonning Yaypan, Anosh polvon 1,5 million. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Anosh polvon. Qo'qon Uchko'pirlik Palaxon. Almardon do'stimizning Darrakon nomli oti bilan 5-marramiz yuqorisi toyga tashlagan polvonimiz. Qo'qon Yaypanda polvoni. Chempion polvonlarimiz. Anosh polvon. Almardon do'stimizga qulluq bo'lsin. Darrakon nomli oti bilan. Marralari qulluq bo'lsin. Chopma dedim. Chopma hozir maydondan chiqarib yuboramiz sariq qizil berib. Tarmashma takaga. Madaniyatni o'rganing, madaniyatni polvonlar. Juda madaniyatingiz yetmasa, vohaga choq chiqib uloqchoq. Tashlang takani polvon.
Ko'pkarimizning 6-marra solimlari. Bir gilam bilan borasiz, bir sarka bilan qaytasiz, harakatingizni qilaverasiz polvonlar. Ko'pkarimizning 6-marra solimlari. Bir gilam borasiz, bir sarka bilan qaytasiz. Harakat qiling polvonlar. Xalqdan uzr so'raymiz. Polvonlarga ozgina qattiq gapirib qo'ydim. Xalqdan uzr so'rayman. Bu ba'zi bir kimlarga tegishli xolos. To'g'ri tushuninglar. Sizlarga ham vaqtlaringni olyapti, to'y boshlarga ham vaqtini olyapti. Shuning uchun hamma narsani joyiga qo'yib olganimiz yaxshi. Ixlos polvon omadlarini bersin. Yangi takani topdi polvonlari mana Ixlos polvon tashlab berdi. Ulug'bek domlanoti bilan omadlarini bersin. Ulug'bek domlanoti bilan Ixlos polvon Qorra Marjon nomloti bilan. Aziz do'stlar, pastki marramizga 5-marramiz pastiga Asadbek polvon madaniyatni polvoni bir sarkaga Chodak Otabekning Akola nomloti bilan yuqori marramizga Qo'qonich ko'prik Palaxon Almordon do'stimizning Drakon nomloti bilan Qo'qon Yaypan Anosh polvon bir toyga tashlab omadlarini bersin. Toylar qulluq bo'lsin. Omadlarini bersin. Toylarimiz mana juda ham chiroyli. Toy boshlarimizni o'zlarini yilqichiligidan chiqqan toylarimiz. Xursonali do'stimizga katta rahmat. Otasiga rahmat. Ko'rimizning 6-marra solimlari. Aski marramız 11'e doğru aylandırası. Aski marramız 11'e doğru aylandırız kafamız yigitler. Dostlarımız. Lazizxon do'stimizda sog'liq berdi omadlarini bersin. Lazizxon do'stimizga omadlarini bersin. O'zlari chetdami? Omadlarini bersin. Rustam aka! Piyodalar iltimos qilamiz sizlardan. O'rtada yurmaylik. Qo'qon Uchko'prik O'rmonjon xo'jakamizning farzandlari Farruh polvon omadlarini bersa polvonlarimiz. Farruh bormisa Qo'qon Uchko'prik Beshkapa Muhitning Qirol nomloti bilan Qo'qon Uchko'prik Kanaga O'rmonjon xo'jakamizning farzandlari Farruh polvon omadlarini bersa Muhitni Qirol nomloti bilan pastki marramizga 6-marramiz pastiga bir gilamga tashlab kelyapti. Omadlarini bersa Farruh polvon.
Qo'qon Uchko'pirlik Muhitdin kadastrning qurol nomlodi bilan Erkinjon Hojiboyimizni do'stlari Ashur Ne'matjon akamizdan 200 somon solim keldi. Hozir qo'yamiz, ha? Bo'lib qo'yib olamiz. Qani yuqori 6-marramiz yuqorisi. Husniddin polvon qaytadan harakat qilamiz. Chempion polvonlarimiz. To'raqo'rg'on Husniddin. Qayta harakat qiling polvon. Omadlarni bersin Uchko'pirlik Eshkabon Muhitdinjon do'stimiz zotlari bilan 6-marramiz yuqorisi sarka bilan chopilyapti. Qani polvon mahkam. Taka marrada qani polvonlar 7-marra solimlari bir sarka 100 somon 100 ming so'm borasiz. Bir galam 100 somon 100 ming so'm bilan qaytasiz. Toshkent Nomdanakti polvoni Mirqosim polvon yuqori marramizga bir sarkaga tashlagan polvonimiz Mirqosim polvon. Toshkent Nomdanak Mirqosim polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Aziz do'stlar, Qo'qon Elyorjonning Qo'lan nomloti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Mirqosim polvon Qo'qon Elyorjon Qo'laning Qo'lan nomloti bilan tashladi. Marralari qo'lli bo'lsin, omadlarini bersin. Mirqosimga bir sarka solim berasiz. Marralari qo'lli bo'lsin. Omadlarini bersin. Alo. 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 Ibrahimjon Yastiyana makvatalari Burtanar aka uchravaring. Ibrohim polvonda makvatalari Burtanar aka. Aziz do'stlar, Namangan tadbirkor do'stlarimiz Qo'shig'on boshini burishning medalyon nomlodi bilan Qodir polvon pastki marramizga bir sarka 100 somon 100 ming so'mga tashladi. Marralari qo'lli bo'lsin. Abdurashid Hojiboyimizning nabiralari Alimardon polvonning farzandlari Namangan mashina furrish Qo'shig'onning medalyon nomlodi bilan omadlarini bersin. 8-marra solimlari bir sarka bilan borasiz, bir sarka bilan qaytasiz. Harakat qiling polvon. Legenda aziz do'stlar, Namangan Xonobod Bobur Shoh do'stimizning legenda nomloti bilan Andolon nomloti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. To'raqo'rg'onni polvoni Daston polvon omadlarini bersin. Hozirjondan ot anjomlari solimlari keldi. Ot anjomlari solimlari keldi. Omadlarini bersin.
Buni imkon qadar bitta marramizga qo'yamiz. Hozirjon do'stimizni sog'liqlarini yozib qo'yasizlar. Otamjonlari keldi. Hozirjon do'stimiz barcha Alloh ko'pkarlarimiz o'zini qismalarini qo'shyapti. O'zlarini Alloh qabul qilsin. Eski marramız parvonlari kelyapti. Asaka Ro'shon Aliyevning yastakdan avlodi bilan Zoirbek polvon. Omadlarni bersin polvonlarimiz. Shuhratjon Xo'ja akamizning Andijonda oti Asakani Assakka nomli oti bilan Zoirbek polvon, marhum Janish polvon nabiralari, Bog'ish polvonning o'g'illari Zoirbek polvon Asakadan Shuhratjon Aliyevning Assakka nomli oti bilan tashladi. Marralari qulluq bo'lsin. Bir sarka solim berasiz. Marralari qulluq bo'lsin. 8-marra solimlari chopilyapti. Qulluq bo'lsin marralar. Shuhratjon Xo'ja akamizga qulluq bo'lsin. Do'stlarga qulluq bo'lsin. Omadlarini bersin. Marralar qulluq bo'lsin. Ali polvonlar harakat qilasiz. Sarka 200 somon yuqori marramiz. Pastki marramizga Andijon Asaka Shuhratjon Aliyevning Assakka nomli oti bilan Zoirbek polvon To'raqo'rg'on bir sarkaga tashladi. Qani yuqori mahkam bo'ling polvon, mahkam bo'ling. Halollay polvon. 9-marra solimlari bir gilam bilan borasiz, bir sarka bilan qaytasiz. Harakat qiling polvon. Yuqori marramizga Bahrom Xo'ja aka o'g'illari Bahromjon Istiqlol. Bahrom Xo'ja aka Bahromjon Xo'ja akamizning farzandlari, Baxtiyorjon Xo'ja akamizning farzandlari Bahromjon Xo'ja akamizning Istiqlol nomli oti bilan yuqori marramizga bir sarka 200 somon Qo'qonda polvoni Nozim Xo'ja polvon omadlarini bersin. Baxtiyorjon Xo'ja akamizning farzandlari Bahromjon Xo'ja akamizning mashhur Istiqlol nomli oti bilan Nozim Xo'ja polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Marralari qulluq bo'lsin. Yuqori marramizga bir sarka 200 somonga tashladi polvon Nozim Xo'ja Qo'qonda polvoni. Abdulaziz akamizdan 200 ming so'm solim berdi. Marralari qulluq bo'lsin. Namozlarini bersin polvonlarimiz. Hali polvonlar harakat qiling polvon. Yo'lkarimizning 9-marra solimlari bir sarka bilan bir gilam bilan borasiz, bir sarka bilan qaytasiz. Hilol fan klubi omadlarini bersin. Hozirgina yuqori marramizga Nozim Xo'ja polvon Bahromjon Xo'ja akamizni Istiqlol nomli oti bilan tashladi. Bobur Shoh
Ahmet Dağda tabadanı 100 bin son sağlam koyulayat omadlarını versin. Babur Şah, Ahmet Dağda, Hangi marramızga ko'ko, Huvayda Kamınlarında polvoni. Omadlarını versin, dua joyimiz. Ikrom Qorakamiz, omadlarını versin. Hangi marramızga metresiyyatni birikilar ko'mishadi, omadlarını versin, Ikrom Qorakamiz. Andijon Jonlaquduq Hasanboy akamizning Gerrakil nomli oti bilan Ikrom Qorakamiz omadlarini bersin. Hasanboy akamizning Gerrakil nomli oti bilan Jonlaquduq oti bilan Qo'qonni polvoni Ikrom Qorakamiz omadlarini bersin polvonlarimiz. Marralari qulluq bo'lsin. Nurranjon akaning so'zlari ham shu yerda ekan. Andijon omadlarini bersin, xo'jakamizga ham omadlarini bersin. Xo'jakamiz ham yil mobaynida har yil bittadan katta chempionatlar tezkorlarni beryapti. Xudo xolasa bu yilga ham xo'jakamiz planlashtirgan. Omadlarini bersin Shohratjon xo'jakamiz. Asqatjon nomli oti bilan Toyirbek polvon chiroyli marra qildi. Xudo xolasa bundan-da chiroyli marralarni qozon otlardan ham kutib qolamiz. Hali Karim polvon mahkam bo'ling, voha bilan mahkam. Hali Karim voha bilan mahkam bo'lasiz. O'tishlardan turmay yigitlarim. Ko'pkarimizning 10-marra solimlari bir sarka pastga chopasiz, bir tana yuqoriga chopasiz. Qani polvonlar harakatingiz qilarasiz. Xonobod Maribjon akamizdan 200 ming so'm solim keldi. Yuqori marramizga Mingbuloq Ahmad Ali Hoji buvamizning Voxon avlodi bilan bir sarka 100 ming so'm. Vodiy Ko'pkari quroli Karim polvon omadlarini bersin, marralari qulluq bo'lsin. Bir sarka 100 ming so'mga tashlagan polvonimiz Karim polvon. Marralari qulluq bo'lsin Karim polvonni. Bir sarka borasiz, bir tana bilan qaytasiz. Rustamjon tog'alari, Valijon tog'alaridan solim keldi. Qizimni otini olgan bola 46 qaravaringlar so'rashyapti. Azizlar kelinglar Baxtiyorjon